Abdulla Qahhor. Sep hikoya. Sherali bilan Shahriniso bir-birini yaxshi ko'rar edi. Lekin ikkovi ham ochiqchasiga bir nima deyolgan emas. Bir nima deyish qayoqda? Daladami, qishloqdami bir-birini ko'rib qolsa, xuddi birov ohu deyayotgandek chuldirab qolishar edi. Oshiqlikni berkitib bo'lar emishmi? Bularning dardini baribir hamma bilar edi. Sherali askarlikka ketayotganida kuzatgani chiqqanlar shuning uchun oradagi keraksiz pardani ko'tara qolishdi. Shahrinisoning o'rtoqlari chetga tortib, noz qilmay o'l, gaplashsang-chi deyishdi. Yigitlar Sheralini turtkilashdi. Kim aytadi seni 20ga kirgan yigit deb, issiq-issiq o'pmaysanmi? Kuzatgani chiqqanlar o'zlarini go'llikka solib turishdi. Ikkovi birin-ketin stansiyaning orqasiga o'tib ketdi. Sherali gap topolmay Shahrinisoning qo'lini ushladi. Mana endi biz ketayotibmiz, siz qolayotibsiz. Oy borib, omon keling. Sizga bir nima demoqchi edim. Ayting. Sherali 2-3 og'iz rostladi-yu, inday olmadi. Shahriniso kulib yubordi. Esingizga solaymi? Yaxshi ko'raman demoqchi emasmikinsiz? Sherali qip-qizarib, bir ko'zi kichrayib ketdi. Keyin xiyla dadil bo'lib, uning bilagidan ushladi. Sizchi, menga qarang, bir qarang. Siz ham yaxshi ko'rasizmi? Shahriniso Sheralining bilagini chimchilab, boring, dedi va to'ppisini ko'ziga tushirdi. Uning bu harakati Sheralining savoliga eng yaxshi javob edi. Biroq Sherali bunga qanoat qilmas. Ro'yi rost, men ham sizni yaxshi ko'raman deyishini xohlar edi. Shuning uchun gapni aylantirdi. Bizning-ku suratimiz sizga kerakmasdir, lekin siz suratingizni bersangiz bo'lar edi. Yo arzimaymizmi? Mumkinmi sochingizdan bir tolasini olsam? Yodgorlikka. Yodgorlik berganman-ku. Nima beribsiz? Shahriniso arazlab burildi. Hali ham bilmas ekansiz-da. Bilmayman. Non ursin agar. Bilmayman. Kechirasiz. Bilmasangiz bilib oling. Ko'nglimni berganman. Shahriniso qiziq ustida shunday deyishga dedi-yu, keyin uyaldi. Chopqillaganicha panjaraning orqasiga o'tib ketdi. Bu yaxshi bo'ldi, chunki Sherali uning so'ziga javoban nima deyishini, nima ham qilishini bilmas, nima desa va nima qilsa nazarida soxta chiqayotgandek ko'rinar edi. Uning so'zini bosib tushadigan zo'r gapni xayrlashganda topib aytish umidi bilan o'ziga tasalli bergan edi. Bu ham bo'lmadi. Xayrlashganda Sherali shunday bir ahvolda ediki, kuzatgani chiqqanlardan kimdir bola bechorani muhabbat elitibdi-ku, deb qo'ydi. Oradan 2 oycha o'tib Sheralidan xat keldi. Oy yuzli, shirin so'zli Shahrinisoxonga. O'zimning sog'-salomatligimni bildirishlik barobarinda siz go'zal yorimning ham o'ynab kulib yurishingizni tabiatning eng nozik joylaridan tilab qolaman. Meni so'rasangiz, hozir harbiy lagerdaman. Mashqda qiynalsang, urushda qiynalmaysan degan shiorni ortig'i bilan bajarmoqdaman. Pulemyotga ishqiboz bo'lib qoldim. Shuni havas bilan o'rganmoqdaman. Yana shuni bildimki, Shahrinisoxon, agar ishlar rejali, kishi intizomli bo'lsa, bitta odamning qo'lidan juda ko'p ishlar kelar ekan. Shu tartib intizomning 4dan biri bo'limimizda bo'lsa, har tup g'o'zadan bahuzur bir kiyimlik paxta olishimiz mumkin ekan, deb qo'ydim. Omonlik bo'lsa, qaytib borsam butun tuman qoyil qoladigan ish qilaman. Sizni sog'indim, jon Shahrinisoxon. Bir marta tushimga kiring. Endi qandoq qilay? Ish qilib menga bergan so'zingiz chin bo'lsa, bas, o'zingiz bilasiz. Sizni qanchalik yaxshi ko'rishimni 100% yozaman desam, 1 gektar qog'oz ham yetmaydi. Xatingizga intizor bo'lib Sherali. Shahriniso yozgan javobida qancha bayt u g'azallardan keyin shunday dedi. Tumanni qoyil qoldiradigan ishni shu yerga kelib qiladigan bo'lsangiz, pulemyotni jo'xori qo'rigani o'rganayotgan ekansiz-da. Men shunaqa ishni urushda qilasiz degan umidda edim. Unday bo'lsa, shart qo'yaman. Menga mahr berasiz. Mening mahrim 100 nemisni yanchishingiz. Meni qanchalik yaxshi ko'rishingizni bildirmoqchi bo'lsangiz, 1 gektar emas, 4 enlik qog'oz yetadi. Sherali shu shartga unab xat qaytardi. 100 nemisning yer tishlashi sizniki. Yo dong'im chiqadi, yo changim chiqadi. Endi mumkinmi biz ham bir nima desak? Mahr so'ragan qiz sepi bilan keladi.
Sizning sepingiz nima bo'ladi? Tuman qoyil qoladigan ishni men borguncha qilish qo'lingizdan keladimi? Sizning sepingiz shu bo'ladi. Shahriniso nima javob berganligi kuzda ma'lum bo'ladi.